kitob aniq trend bo'ladi. Qizlarjonlar, yaqinroq kelinglar va nihoyat O'zbekistondan uzoq kutilgan kitoblarning to'plami keldi. O'sha hamma gapirayotgan kitobni birinchi bo'lib obzor qilamiz. To'shdan trendga aylanishi kuzatilayotgan kitobning ismi Binafsha shu'lasi. Ozgincha kitob haqida gapirib o'taman. Xullas, kitob yosh qiz haqida bo'lib, u kitobni umuman yaxshi ko'rmaydi. Lekin bir kuni kutubxonachi tavsiyasiga ko'ra birgina kitobni shunchaki varaqlab ko'rishga qaror qiladi. Mana shu yerda hamma narsa o'zgaradi. Tasavvur qilishingiz uchun, yoshgina qizaloq hayotning past-balandligini, uning muammolarini shunchaki bir kitob orqali har xil hayotda yashab o'tadi. Kitobda kelayotgan emotsiya, unda berilgan saboqlar siz va bizga albatta hayotimizda asqotadi. Ota va qiz mojarosi deysizmi? Boshqa hayotiy muammolar, fantastika, romantika, xullas hammasi bitta kitobda jamlangan. Bu kitob aniq trend bo'ladi. Agar siz ham menga o'xshab birinchi marta roman o'qishni boshlagan bo'lsangiz, albatta Binafsha shu'lasi eng birinchi tavsiyam bo'ladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang va romanni endi boshlayotgan insonga yuborib qo'ying.